Bir razmerdan 7 razmergacha. 29dan 36gacha. O'rtoqlar mana shortik. Short xohlovchilarga mana. Sveti to'rt xil ekan. 1 2 3 3 xilmi, 4 xilmi? 3 xil ekan. Mana bir xil bitta sveti. O'sha anaqasi, o'zi Xitoydami? Xitoydagi originali mana. Bitta svet 4 tamikin? 2 ta 3 ta oshim. Ha, mana. Ha, 4 ta svet ekan. Xo'p, o'rtoqlar, narxi 20 mingdan mayli qilib beraveraman. Kimga kerak bo'lsa aytinglar. Maza qilib. Bizda hozir o'tgan yili shuni anaqa qilganimda 65 ming bo'ldi. Men sizlarga 20 mingdan qilib beraman mana. Cho'ntaklari bilan. Kimgadir kerak. Hozir nechtacha bor? Ko'p bas ekan o'zi. Ko'p. Mana ochiqmoqda 5 qopda bor edi, hozir shu 2,5 qopda bor. Xo'p, demak o'rtoqlar, bosamiz. Hali nima ekan? 5 qop ekan bu tovarda. Apa mana o'tgan safar mana sochiqlarimiz O'zbekistonga daji bormadi. Akamizda qolib ketgan ekan bu yerda. Mena hozir ko'pchilikka yolg'onchi bo'lib qoldim, lekin mana sizda imkoniyat bor. 300 dollar pul bilan mana bunaqa ajoyib sochiqlar olib, sotib, maza qilib, mana ananaslari, mana bunolari hammasi chiroyli. Odam ko'rganda ko'zi quvonadigan limon mana. Bemalol 300 dollar bilan siz savdo boshlasangiz bo'ladi. Yangilik modellar. Xohlasangiz keyin mana sizga yanada bir original narsalar bor. Mana bunaqa 3D narsalar. Shunday do'konga kirishda o'ziga tortadigan. O'tgan safar bormagan narsalar. Endi mana o'zimiz bir rivojdan bitta olinyapti. Mana upakovkasi mana. Upakovkani ichida mana hammasidan chiqargan. Har xil rasvetka. Demak 300 dollar bilan siz ish boshlashingiz uchun mana sizga imkoniyat, apa. Boshlang. Do'stlar, biz o'sha o'tgan safar olib ketgan sochiqlarimiz zo'r trendda ketgan sochiqlarga yana kirdik va mana buni botekslik modeldan bordi-yu 2 soatga qolmasdan tugadi. Ikkita, uchta opalarimiz rosa zakaz berishgan edi. Endi hozir bundan ko'proq olyapmiz. Ya'ni manosi ham bunaqa upakovkada bunaqa juda chiroyli sumkalarda o'ralgan bo'ladi. Bulardan olyapmiz. Bemalol nechtadir kerak bo'lsa bulardan ham kutinglar. Arzon narxlarda 30 ming so'mga ona bola sochiq bo'ladi shunda. Agar mabodo kerak deganlar to'liq qilsanglar, sizlarga ham qo'shimcha olamiz. 30 mingga ona bola sochiq. Bitta qol. Ikkita qol, 3ta qol. Mana ama bor. Mana hamma 4 ta. Mana ular boshqa. Ya, u boshqa. Mana bu 4 ta. 4 ta qop bo'ldi. Bo'ldi. O'rtoqlar, hozir mana shu 4 qop futbolka olindi. Mana unda pulim bor ama. Mana shunda pulim bor, zaryadnigim bor, ochkiyim bor. Shunda qolib ketsa odob bo'laman. Mana, o'rtoqlar, mana shu futbolkadan olindi. Ko'rsataver endi. Telefon ham parod qilyapti. Oqni qiynalyapti. Mana futbolkadan olindi. Hammasi mana shu oqdan olindi. Keyin buni qorasi bor ekan. Mana bu skromniyroq ekan. Prosta qorani materiali jitcha yoqmaganga o'xshadi. Oq juda muzdek. Yana halades material ekan, ko'rasizlar? O'zim ham malades bilaman, o'shancha halades materialdan oldim. Do'stlar, 2000 shtuk olindi. 1700 shtukcha voyenniy shortiga olindi. Xitoydagi originali. Keyin nov olindi. Kecha ha. Xo'p. Bo'pti, поговорим do'stlar. Biz tovarlar olishda davom etyapmiz.